ommalashtirish.avloniy.uz platformasi orqali tashkil etilishi belgilab qo'yilgan. Bunda shu buyruqqa ko'ra Avloniy nomidagi institut mas'ul tashkilot hamda muvofiqlashtiruvchi organ etib belgilangan. Ushbu belgilangan tartib bo'yicha mana joriy yilda ungacha savolinglar bo'lsa yozib turishingiz mumkin yoki mana shu Zoom platformasi orqali chatiga yozib qo'yishingiz mumkin yoki ovozli mikrofon yoqilgandan keyin bemalol ovozli tarzda, jonli tarzda o'zingiz savolingizni bemalol yo'naltirishingiz mumkin. Biz mutaxassislar bilan birga, jamoamiz bilan birgalikda sizning bergan savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Hozir men sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotim shundan iborat edi. Endi navbatda o'sha institutimizda pedagogik innovatsiyalar bo'yicha prorektori Rajab Sherzodovni uzoqlashga beraman. Ular bugungi yig'ilishni moderatorlik qilib boradilar. Rahmat katta. Mutaxassislarga ko'ra